Belarusdagi 2 kun bu puxta tayyorgarlik, aniq maqsad va samimiy muloqotni birlashtirgan, natijada strategik sheriklikka aylangan mohirona diplomatiya, chinakam muloqot san'ati. Muloqot mavzusini davom ettirib, yana bir tarixiy muloqotni, tarixiy voqeani aytib o'tishimiz kerak. Mamlakatimiz birinchi marta Xalqaro islom sivilizatsiyasi forumiga mezbonlik qildi. Toshkent, Samarqand va Termizda bo'lgan dunyoning eng zabardast ulamolarining qalblari katta taassurot va cheksiz hayrat bilan lim-olim to'ldi. Xo'sh, nima uchun? Islom sivilizatsiyasi forumi shuni isbotladiki, O'zbekiston endi bu sivilizatsiyaning nafaqat tarixiy, balki bugungi markazi ham bo'lishga haqli. Sivilizatsiyalar ular inson tafakkurini necha asr yoritgani bilan tarixda qoladi. Qachonki mamlakat yetakchilari bu yo'nalishga eng katta mavzu deb qarasa, moziy ruhini uyg'otish uchun mablag'ni ayamasa. O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev esa tarixiy adolatni qanday tiklash, qanday saqlash va qanday ko'rsatsa bo'lishini butun dunyoga namoyish qildi va bu islohotlarga jahon mahliyo bo'lyapti bugun. Hammasidan ham mehmonlarni to'lqinlantirgan jihat davlatimiz rahbarining ularga qarata aytgan murojaati edi. 2017-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuksak minbaridan O'zbekiston ilgari surgan jaholatga qarshi ma'rifat degan konseptual g'oya oddiy, ammo o'zgarmas bir haqiqatni tasdiqlaydi. Bugungi notinch va tahlikali dunyoda faqat ilm-fan, ta'lim va tarbiya, madaniyat va yuksak axloqiy qadriyatlargina yer yuzida tinchlik, o'zaro tushunish, ijtimoiy hamjihatlik va barqaror rivojlanish uchun ishonchli poydevor bo'la oladi. Muqaddas islom dinimiz insonni aziz va mukarram bilib, haqiqatni izlashga, ilm-ma'rifatga intilish, ilmiy kashfiyotlar qilishga, bunyodkor mehnatga, ta'lim, san'at va madaniyatni rivojlantirishga ilhomlantirib keladi, deya O'zbekiston yetakchisi xalqaro forumning katta g'oyasini tushuntirib berdi. Darvoqe, turli tillarda so'zlashuvchi, turli ilmiy maktablarni ifodalovchi mutaxassislar bir savol ustida mushohada qildi. Insoniyat umumiy kelajakni qanday qurishi mumkin? Bu savolga yurtimizda bunyod bo'lgan ulug'vor majmua, ulug'vor inshoot, islom sivilizatsiyasi markazi javob bo'ldi. Masalan, Al-Xorazmiy algoritmni yaratganida faqat bir xalq uchun xizmat qilmadi u. Abu Rayhon Beruniy yer haqida yozganida uning ilm-fani chegara bilmagan. Ibn Sinoning tibbiyot merosi, Mirzo Ulug'bekning yulduzlar haqidagi kuzatuvlar ham insoniyatning umumiy boyligiga aylandi. Forum aynan shu haqiqatni eslatdi. Buyuk merosning haqiqiy qiymati uni faqat saqlashdagina emas, yangi avlodlar bilan muloqotga kirita olishdadir. Shu ma'noda Toshkentdagi islom sivilizatsiyasi markazi unikal g'oyalar berdi. Markaz qo'lyozmalarni o'rganish, restavratsiya qilish, raqamlashtirish, xalqaro tadqiqotlarni yo'lga qo'yish va jahon olimlari hamkorligini kengaytirishga xizmat qiladigan zamonaviy ilmiy platforma vazifasini bajarayotgani va bu tashabbuslar boshida davlat rahbarining o'zi turganini oson tushundi dunyo ulamolari. Ma'naviy qudrati bilan yangi bilimlar berdi, yangi hissiyotlar uyg'otdi, yangi O'zbekiston. Albatta, havasini, hayratini yashira olmagan mehmonlar ko'p bo'ldi. Yurtimiz mezbonlik qilgan Xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi o'tmishdan nur olib, kelajakka yo'l ko'rsatdi. Bu O'zbekiston yetakchisi tanlagan ma'rifat yo'li, Shavkat Mirziyoyev namoyon etayotgan ulkan shijoat va katta energiya. Tahlilnoma jamoasi zabardast ulamolarning yangi O'zbekistonga bo'lgan cheksiz mehri va katta muhabbatini sizlar bilan ham bo'lishmoqchi.